Jahon sayyohlik tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston MDH mintaqasida eng tez o'sayotgan sayyohlik manzillaridan biriga aylandi. 2026-yilga kelib, kamida 10 million xorijiy tashrif buyuruvchi kutilmoqda. Bu statistika yurtimizda ichki va tashqi turizm tez sur'atlarda o'sayotganini anglatadi. Bunday davrda yaxshi oilaviy dam olish maskanlarining o'rni beqiyos. Ularning biri haqida hozir men sizga gapirib beraman. Toshkent atrofida Parkent tog'lari bag'rida joylashgan bir so'lim maskan bor. Bir qarashda u dam olish uchun qulay mehmonxonadek. Ammo yaxshilab e'tibor bersangiz, bu obyekt puxta hisob-kitoblarga asoslangan qulay sarmoya sifatida ham e'tiborni tortadi. Gap Kumushkon mehmonxonasi haqida ketmoqda. Jami xonalar soni 98 ta bo'lib, bir vaqtning o'zida 196 ta mehmonni sig'dira oladi. Restoran esa 128 o'ringa mo'ljallangan va oilaviy hamda korporativ tadbirlar uchun ajoyib manzil bo'lishi mumkin. Va eng muhimi, majmua allaqachon o'zining doimiy mijozlariga ega. E'tiborli jihat shundaki, bu loyiha allaqachon qurib bitkazilgan va bugunning o'zida faoliyatini boshlashga tayyor. Bugun yurtimizda turizm sohasi har qachongidan farqli ravishda ildam qadamlar bilan taraqqiy etmoqda. Shu nuqtai nazardan Parkent hududining qulay joylashuvi, betakror yaylovlari, toza tog' havosi va sokin tabiati vatandoshlarimiz va yurtimiz mehmonlari ko'nglida alohida o'rin egallaydi. Hududga qulay investitsiya tomonidan qarasak ham, aniq ko'rsatkichlar mavjud. Loyiha bo'yicha rentabillik darajasi 26% ni tashkil etsa, o'zini oqlash muddati esa 4,9 yilga to'g'ri keladi. Siz shunday shartlar asosidagi boshlang'ich to'lov bilan majmuani qo'lga kiritishingiz mumkin. Bundan tashqari konsorsium shaklida investitsiya imkoniyati ham mavjud, ya'ni bir nechta sarmoyador birgalikda sotib olishi mumkin. Bu kichik kapital bilan katta aktivga kirish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, agar siz O'zbekistonning o'sib borayotgan turizmidan o'z ulushingizni olishni istasangiz, Kumushkon Resort aniq manzara, tayyor infratuzilma va hisoblangan moliyaviy ko'rsatkichlarga ega. Bu tasodifiy taklif emas, bu tizimli investitsiya imkoniyati. Batafsil ma'lumot olish va biz bilan bog'lanish uchun ekranda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling. SQB biznesingizning ishonchli hamkori.